yer tagidan bo'lsa ham topib kelasan. Topdingmi? Xo'jayim 3 kundan keyin kelaman dedi. Yer tagidan bo'lsa ham topib kelasan. Og'ziga siqqanini so'rasang beraman. Tushundingmi? Tushundim. Bor. Xo'sh, tuzata olasanmi? Bu mening bittayu bitta yakka yagona o'g'lim. Agarda shu o'g'limni oyoqqa turg'azsang, og'zingdan chiqqan pulni beraman. Dardini bergan, shifosini ham beradi. Biz bir sababchimiz. Xudo xohlasa, yaxshi bo'lib ketadi. O'ylamang. Mana buni ertalab va kechqurun ichiring. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'shanda sizga qo'pol muomala qilganim uchun ming bora uzr so'rayman. Ayb bizdan o'tdi. Mana ko'rib turibsiz, o'g'lim oyoqqa turib ketdi. Sizdan minnatdorman. Salomat bo'ling. Sizni tushunaman. Ota-onalar farzandi uchun har narsaga tayyor. Lekin bir narsani biling. Har bir ishni pul bilan o'lchamang. Tuzalib ketganingizdan xursandman. Joningiz sog' bo'lsin.